Assalomu alaykum. Akalar, charchamayapsizlarmi? Kunlar yaxshi o'tyapti. Mana Bo'stonga keldi. Bo'stondamiz hali ham. Bir aylanang deb chiqdik-da. Mana do'konda mana ma'lum novvoxona bor. Mana ma'lum chiqamiz. Mana Kanishka tomondan kelasiz. Kelayotganingizda mana ma'lum novvoxona bor. Oziq-ovqat bor. Mana oziq-ovqat magazini. Bunda yurganingizda mana qassobxona bor. Apteka bor. Qassobxonaga kelaylik-da. Hozir. Qassobxonaga kirib turib. Assalomu alaykum. Bittalar olmaylar. Charchamayapsizmi? Salomatsiz yaxshi? Yeymisizlar? Qalaysizlar kukalar? Siz yeymisizlar? Charchamayapsizlar? Dadingiz yaxshimi? Ya'ni shulardan bormi? İli shulardan keyin nimadan? Qilib beryapti-ku. Bormi yo'qmi? Bor. Hech pul? Hozir olmayman. Ko'rib bering, bormi? Bor. Bo'ldi. Hali subdan bo'limizdan ham bor-a? Subdan bo'ldasiz. Yo'q, hali ili deb so'yadi, alohida qilib beryapti-siz. Keyin nimani alohida qilib beryapti? Subdan bo'ldi. Subdan bo'ldi, alohida qilib beradi. Shu iliga subdan bo'lyapti. Iligami? Ha. Alohida deyman ekanmi? Yo'q, bitta. Dam olyaptimi shu? Uydami? Salomatinglar? Bo'ldi bolalar. Yavaş so'rab turamiz. Apteka. Bibillo degan bo'lgan aptekasi. Bunday yursak, Umidjon aka siz yeysiz, charchamayapsizmi? Umidjon akamiz. Yaxshi inson, yaxshi inson. Gel. Nimada? Qovudagi pishirib berishadi. Yaxshi kelaveradi, arzon va qulay. Shirinlik pishiradi mana. Biz baliqqa kelyapmiz. Oshlanaga açsam, bitta oshlana ko'tarmaydi. Baliq yegish kelmaydi. Bilmayman bular nimaga baliq yeyishmaydi. Ana mana non do'konlari bor. Bitta yursanglar mana bu yerda nima do'konlari bor. Mana baliq pishiradi. Mana shu baliq pishiradi. Bas ko'ramiz. Bolalar! Baliq bormi? Qani? Zahrida. Baliq qo'g'irish kerak edi-ku. Assalomu alaykum. Alaykum, charchamayapsiz? Charchamayapsiz. Laqab olamasmidi? Yo'q, oq baliq. Tozalab qo'ying, tayyor qilib berdim. Oq baliq ikkitamidi? Ikkita, 1 kilolikdan. Ha? Tayyormisiz? Tayyor, qo'yib bersin. Qani o'zi? Telefon qiling chiqsin. Ha, mana shu 2 kilo orasida. Ko'rdinglarmi? Baliqni zo'r qilib qo'yib beradi. Tanishtirdim, ko'rsatdim. Mana. Ha? 1 kilo 900 lik bo'ldi kilosi ham. 1 kilo 900 oldi 1 kilo? Kilosi ham. Bo'ldi. Yo'q, gapni to'xtatmang, men gapirib qo'ydim o'zim. Yo'q, bo'ldi, gapira oling. Ana. Ko'rdinglarmi? Baliqni zo'rlari bor, kelaverasizlar. Ana, zakaz qilyapmiz. Hali keldimi? Mana shu bola baliqni qo'g'irib beradi. Ha? Telefon qilmasdan keldi, videolarga olib, kameraga olib, bittasiga tashlab beraman, baliqni zo'ri bor, kela olinglar deb kelyapman-da. Ashi kelsam tayyor aka dedi. Mana. Mana yangi yog'larni qilib beryapti mana. Mana baliq tayyor mana, xudo xolasi. Ashi bola master class. Kelaverasizlar. Hadi o'tirsa, bitta qo'g'irib beradi. Qo'g'irilish jarayonini tomosha qilamiz. Oshlana bildinglar mana. Bo'stonga kelganda kelaverasizlar. O PSP'ye bor yurmaylar. PSP'da uzaklik qiladi. Biz ikkita o'tiramiz-ku. Shunda o'g'il uyimiz. Boshqa akalar ham kela olsin. Mana
Mana. Oq baliq. Kilosi nechi pul? 45 ming so'm olib. Ana 45 ming so'm oq baliq. Oq baliq 45 ming so'm. Ana Xudo xolasa mana balolarimiz bor. Mana tirigi bor. Unaqa xolodilnikda saqlangan emas. Mana tirigi suzib yuribdi mana. Kelaverasizlar akalar mana. Mana shu yerdan yurib turib, mana Qadir to'yxonasi tomon, Bo'ston City Samor tomonda kelaverasizlar. Yo'lni bo'yida joylashgan. Salomat bo'lasizlar aka, akalar. Sizlar kutib qolamiz endi mana shu yerda. Kommentariyada yozib qo'yasizlar biron narsalarni. Yozib, chiroyli gaplar yozinglar. Egasi xafa bo'lmasin. Baliq qimmat ekan demasin. Arzon qilib beradi sizlarga, kelaverasizlar.